Sizlar va bugun Mafia. Bugun bizlar Minecraft o'ynaymiz va ketdik. O'zimizga toza yer ochamiz. Toza yerni qo'yib ochamiz. Bosamiz va ketdik. Va jonnimi, jonsizmi bilmayman, qo'yib yubordim. Hozir jonsiz bo'lishi mumkin va bundan o'zim kuchayaman do'stlar. Videoni o'tkazib yubormanglar, oxirigacha ko'ringlar. Sizlar lava do'stlar. Tanga yog'och sindiramiz. Yog'och. Va undan keyin verstak yasaymiz. Verstak yasagandan keyin kirka ketaveradi. Shuncha albatta obuna bilan like bosib qo'yamiz. Men hozir 63 ta podpischikman. Mana 100 mingga yetiramiz do'stlar. 100 mingga yetirgandan keyin men ko'p videolar so'raman do'stlar. Ular o'lib qolgan ekan. 20 ta endi bitta 4 ta tayoqcha, bitta verstak bo'ldi. 14 ta qo'yamiz. Ishga yetmay qoladi bunga. Yetiramiz bunga. Undan keyin eshik olishimiz kerak. Biz uy quramiz. Eshik oldim, qilib olishimiz kerak. Bo'ldi. Verstakni olamiz. Do'stlar. Undan keyin yana yog'och sindirib boshlaymiz. Ichidan uy qurib boshlaymiz. Tosh sindirish kerak. Mana yog'ochdan sindirib bilan yotoqxona yasash kerak do'stlar. Uxlashga kerak. Hozir tun botadi. Botgandan keyin bitta birozim qolib qo'yaman do'stlar. Yotoqxonani ko'rang. Yo'q-ku yotoqxona. Mana yotoqxona bo'lmagan. Hozir ko'rib olamiz do'stlar. Yotoqxona bormagan. Mana. Bundan yashaymiz. Shundan ko'rayotgan. Bitta yog'och. Endi ko'ramiz do'stlar yotoqxonani. Yotoqxonani ko'ramiz. Mana. Qisqachun. Oq jun kerak. Qo'yning oq junini bo'ldi, uni qo'ydiramiz. Hozir uni o'ldiramiz. Qo'yni yum beradi. Shundan yotoqxona yasab olamiz do'stlar. Shundan keyin uy qurib boshlaymiz. Shundan keyin tun botadi, uxlayman. Va shundan keyin tong otadi. Tong otgandan keyin men tosh sindiraman. Tosh sindirgandan keyin toshlikka yasab olaman va shundan keyin cho'qtaga chiqaman do'stlar. Video o'ta qiziq bo'layotgan bo'lsa albatta kirib ketdim. Sindir. Qarab yurishim kerak ekan-ku. Sindir. Tezroq. Sindir. Men sindirdim. Laqtirib yubordim. Qo'y qani? Qo'y barachku.
Aman. Qochib turmoqcha. Toyoq bilan. Endi seni yering kerak yotoqxonaga. Berib tur. 3ta kerak, 3ta. 3ta bormi? 3ta. Tovuqcha bor ekan. Grill beradi u bizga. Shu tovuqchani chiqarib olaylik. Sindiraman. Mana. Chiqib ket. Menga qo'ycha bormi? Qo'ycha. Bittagina qo'ycha bormi? Shunda tovuq ko'p ekan bu yerda. Tovuq ko'p ekan do'stlar. Bir chetda lava ko'rgan edim. Qarang, cho'qdim suvga. Tushib ketmaylik. Boshidagi yer qani edi? Mana shu yermidi? Daraxt sindirgan edim men boshida. Chiqqan kezi. Bu yerda mol to'g'ri yuribdi-ku. Tepasiga solaymi uyni? Bitta qo'ycha bor ekan. Buganlar. Buganmi shu bitta qo'ycha? Yo'q do'stlar, mana. Hali ikkita kerak qo'ycha. Mana bitta qo'ycha ko'rdim. Yonida ikkita qo'ycha. Menga oq qilish kerak-da. Bunday qilish emas. Bo'lishim kerak endi. Berginingda. Oq qo'ycha yo'qmi? Oq qo'ycha. Chiqar. Qo'ycha. Qo'yib yog'och. Bundan qum kerakmi? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 37 47 bor. Yotoqxonaga bitta qo'ycha kerak bo'ldi do'stlar. San kerak emassan endi bitta qo'ychaga. Yotoqxona yasash kerak-da menga. Shuning uchun qo'ycha kerak. Bestagim qolib qo'ydimi? Olaylik, topolmay qolaman. Bitta qo'ycha ber, bitta qo'ycha chiqarib yubor. Bitta qo'ycha chiqarmaydimi shunda? Cheksi ko'p. Faqat bitta qo'ycha yo'q. Teksir bor. Bitta qo'ycha topolmayapman-da. Qo'ycha ana shu yerda bor, faqat seri qilsam nima bu? Sindirsam oq kerak-da, oq qo'ycha kerak. Shuncha menga oq qo'ycha topishga yordam beramiz. Kommentariyaga yozib o'tiramiz va obuna bilan like bosib o'tiramiz do'stlar. Oq qo'ycha molchalar ko'pda do'stlar bu yerda. Molchalar ko'p bo'lgandan keyin men topolmayapman. Do'stlar. Qani bu qo'ycha? Qo'ycha yo'q-ku. Do'stlar, qo'ycha yo'q-ku. Bitta qo'ycha beringlar. Bo'ldi. Shundan ketaman. Kechga qora chiqmaydimi deymanda. Tun ham botmayapti. Yuqurib boshlayveraman unda mana shu yerga. Sindirma. 3, 4, 5. 5 blokdan solayveramiz. Bu yoqqa bitta blok qo'yamiz. Solamiz. Emas. Bu yoqqa qo'yma. Bu yoqqa qo'yamiz. Bu chetdan eshik quramiz.
Derazaga qum kerak. Qum yo'qmi bu yerda? Jasmin qoldirib ketadi. Uchtadan solish kerak. Ana o'rtum bo'lyapti. 4 ta yog'och qoldimi? Yetmaydi. 5 ta. Nolta. Do'stlar yetmay qoldi. Ne qilamiz? Ish qo'yib turamiz. Zombi kirib ketadi-da hozir do'stlar. Afsuslanaman-da. Ikkitasini qo'ysak yetmaydimi ekan? Menga bir 4,5. Zombilar kelib boshlaydi hozir. Va tun botdi. Naryoqda qo'ycha yuribdi. Yo'q bo'lib ketdi u ham. Kechga qo'ray qo'ycha chiqadi-da. Qo'ycha izlab yuribman. Ayniqdan o'tadi-ku. Yashirinib turaman do'stlar. Eshikni buzib kirmasa bo'ldi. O'tirib turaman. Tong otaman degancha dalaga chiqsam hozir o'ldirib tashlaydi bular. Sabrli bo'lamiz. Ertaga yog'och sindiramiz do'stlar. Uxlamasak ham tong otadi endi do'stlar. Ketamiz. Do'stlar, sizlar bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta videoga obuna unagan bo'lsa albatta obuna bilan like bosamiz. Keyingi videoda ko'rishgancha sog' salomat bo'ling.